Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Vitrina xolodilnigimizda, ya'ni mini saviyada ishlaydigan, ya'ni devorlari, stenalari qirob bosib, sovutib beradigan mahsulotlarni sifatli darajada ushlab beradigan vitrina xolodilnigimizni sinovdan o'tkazyapmiz. Ya'ni mijozlarga chiqarishdan oldin Toshkent viloyatiga chiqib ketadi. Bularni minus 10-15 gradusgacha ushlab beradi. Xona ichidagi harorati, sovuqligini va tortlarni, kremli mahsulotlarni sifatli darajada ushlab beradi. Bularda keyin ventilyatsiya tizimi bo'lmaydi, ya'ni umuman havo bilan ishlamaydi. Faqat devorlar, stenalari sovutib, mahsulotni sifatli darajada saqlab beradi. Polni ko'rinishlarini ko'rib turibsiz. Nержавейка bo'ladi. Hozir yoqilganiga 5 minut bo'ldi, mana sekin tushishni boshladi gaz. Kimga shunaqangi sifatli bo'lgan vitrina xolodilniklar kerak bo'lsa, telefonlaringizni video ostiga qo'yib o'tamiz. Buyurtma berishingiz mumkin. Mana bularga e'tibor beringlar, bular polni nержавейка, shilib tashlanadi. Buyurtma berishingiz mumkin. Narxini $1700 qilib beryapmiz.